Maşallah. Ola pakkisidan. Ola pakkisidan. Zotga boqadiganda qahramonjon. Xudo xolasa. Zotga boqadiganlar. Bular qo'chqorlarni qarang. Voy, aka, nimaga qo'chqor deyapman? Bular qo'z emas, qo'chqorga o'tib qolgan, to'qliga o'tib qolgan qo'chqorlar. Xudo xolasa sovliqni zo'rlarni so'raganlar mana. Tezda aloqaga chiqavering. Anvarjon, bugun partiyamiz ko'p, xudo xolasa. Partiyamiz ko'p. Toza qo'ydan, hisorlardan, kashtanglardan, qorasidan bo'lsin deydiganlar. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa zo'rlardan olib kelib qo'yilibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'y biznes kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur qishloq Saroy qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Oldindan bittadan like deb bosib qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat deb komment yozib turing. Chunki bugun obязательно siz taniydigan arzonchi bola Anvarjon do'stimizdan sekin qo'ylarni ma'lumotlarini olib boraveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qahramon. Anvarjon, so'misiz, charchamasdan. Assalomu alaykum, Qo'y biznes obunachilari. Like bosib padishah turna qo'zlar zo'ri kelgan arzon qilib beramiz. Arzon bo'ladi narxi? Zo'rlari kelgan. O'zi chiqmay qo'ydik. Endi xudo xolasa qaychi bomba bo'ladi. Ha, arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Qo'ylar mana sifatlari o'ta kuchlilari kelibdi. Xudo xolasa aytib o'tganimdek like bosib qo'llab-quvvatlab turavering. Bilasiz, Anvarjon har doim arzon sotadi. Mana shunaqa zo'r qo'ylarni olib kelib xalqimizga chiroyli qilib yetkazib beryaptilar. Anvarjon, bugun partiyamiz ko'p. Anvarjon, bugun partiyamiz ko'p, xudo xolasa. Partiyamiz ko'p, qahramon. Qo'ylar soni ham cheklanmagan. Yo'q, cheklanmagan. Xudo xolasa bir qator qo'ylarni ko'ravering. Endi bularni ma'lumotlarni sekin beramiz. Soni necha bosh bular? Soni 20 ta dona, qahramon. 20 bosh. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor, tikka dumba zo'rlaridan. O, qarang qo'ylarni go'zalligini qarang. Mashalloh. Haqiqatan zo'rlardan ekan. Akalar, 20 bosh qo'chqor, hammasi. Hammasi qo'chqor. Sifati zo'r, qahramonjon. Yosh oyliklari qanaqa bo'lyapti? Yosh oyligi 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofidagi qo'chqorlar, ha? Hammasi tikka dumba yaxshilardan kelgan. Go'zallar nima qo'ylar qarang. Mana bellari ham baquvvat ekan, qarang. Qo'ylarni xudo xolasa. Endi bor yemingiz bor, endi shuni olib borib tashlasangiz maza qilasiz. Chunki bularda hashak berib dalaga chiqaman deb o'ylamang. Chunki yemga tayyor bo'lgan suyakli hammasi bir pachka qo'ylar ekan. Anvarjon, yosh oyliklari shunaqa 5-6 oylik bo'lyapti. Endi bo'y baslar necha chiqyapti? Bo'y basti qahramon 70 dan 75 gacha. 70 plus minusga olishaversin. 70 plus minusga olishaveradi. Uyga borganda hali dilxiralar bo'lmaydi. 70 plus minusga olishaversin, zo'ri. Xudo xolasa 70 plusda chiqadi qo'ylar, lekin 70 plus minusga oling, chunki borgandan keyin xursand bo'lib qolasiz. Bu bo'yida mana qarang, sifatini qarang. Sifatini. Mashalloh. Gaz uzun, yaxshi qo'ylar ekan. Like Qozoq hisori originali. Hop, Anvarjon, bular dastavkasi qayergacha bo'lyapti? Dastavkasi Samarqandgacha, qahramon. Samarqand viloyatigacha. Samarqandgacha qilib beramiz. Bepul dastavka xizmati bor. Ha, yemoq-ichmog'iga bir hafta garanti. Bir haftaga aytyapsiz. Bir hafta yemoq-ichmoqni sinab olishuradi. Xotirjam. Sifati zo'r, qozoq hisori. Og'ondan maza qilsin, 20 ta zo'ridan terdi qahramon. Xudo xolasa, bo'ldi, endi bitta narxini kelishaylik. Videoni ko'p cho'zmaylik, issiqda qiynaladi. Qahramon ko'ryapmiz, 42, 43 shunaqa bo'lyapti. Hop. Bugungi videomiz 4 milliondan pastda bo'ladi hammasi. Hammasi. Son 20 ta, yosh oyligi 5-6 oylik atrofida. Bo'yi 70 plus minusga. Narxi 4 million so'mdan. Baraka. O'tib beramiz. 4 million so'm emas, o'tib beramiz. Necha pul o'tamiz? Qani birinchi oldin qilaylik. Keyin mana 50 ming maydash taqmi 100 mingdan kam berish 9 dan ketaveradi. 3 million 900 ming so'mdan yana kami bor. Ha, qo'ylarni qarang. 3 million 900 ming so'mdan xudo xolasa kamini qilib beradilar Anvarjon. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Asli arzon. Nimagaki qo'ydi narxi arzonlayapti borgan sari. Bundan buyog'i arzonlamaydi deb o'ylayman. Chunki bu qo'ylarni 4 million so'mdan asli eyda-bayda bozorlarda ham bermaydi. Narxi arzon kelibdi, arzon sotamiz deyaptilar. 3 million 900 ming so'mdan Anvarjon yana qancha o'tamiz? Kami bor, qahramon. Qancha o'tamiz yana? Telefon olib Qo'y biznes kanalidansa, obunachilaringizdan 100 ming, maydashda qilmaymiz. Sizga 100 ming, 200 o'tib bor baraka. 3 million 700 ming so'mdan. 3 million 700 mingdan og'ondan maza qilsin, xudosi barakat topsin. Barakat topsin. Akalar, xudo xolasa narxi arzon bo'ldi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bo'lmasa biz birinchi partiyamizni qilmaymiz, ikkinchi partiyamizga navbatni beramiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga xudo xolasa sovliqni zo'rlarni so'raganlar mana. Tezda aloqaga chiqavering. Chunki narxini eshitmay turib aloqaga chiqsangiz arzon degan qo'ylar. Sababi narxi o'ta arzon bo'ladi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Xudo xolasa qo'ydi holatlarini ko'rib turibsiz. Hammasi tik dumba, sovliqni suvlar, yarichkalari desa ham bo'laveradi.
Anvarjon soni necha bosh bo'lardi? Soni 11 dona qahramon. 11 bosh. Hammasi sog'liq, ha? Hammasi tikka dumba zo'rlar. Yosh oylik qanaqa bo'lardi? Yosh oyligi 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofidagi. 5-6 5-6 oylik atrofidagi, xudo xolasa sentyabrga borib qo'chqor qo'shsa bo'laveradi degan variant. Qo'chqor qo'shishaveradi. Sifati zo'r, tikka dumba. Holatlari konkret. Qarang, qo'zin uzunligini. Xudo xolasa bunaqa gazi uzun ekan qo'ylarni qarang. Keyin bunda quloqlarini dingillatib yuribdi qo'ylar sog'lomligidan. Hammasini qonlari ham chiqib turibdi. Hammasi tik dumba, yarichga sog'liqlar. Xudo xolasa hammasini bir joyga olsa, buni ham dastavkalari bor-a? Dastavkalari bor, qahramon. Qayergacha dastavka qilamiz? Samarqandgacha. Bepul Telefon dastavka qilsin, yaxshi niyatda, farqi yo'q. Aha. Qaydan telefon qilsa ham dastavkasini kelishamiz. Xudo xolasa akalar, qo'ydi holati zo'r, tez aloqaga chiqavering. Sababini qiling, ancha arzon bo'ladi. Chunki qo'ydi holati haqiqatan ideal holatda turibdi. Anvarjon, bularni endi ko'p qiynamasdan, bo'yvaslari necha tushyapti bular? Bo'ybasi qahramon 70 dan plus minusga beraveramiz. Plus minusga beramiz. Plus minusga beraveramiz. Narxini-chi endi buni? Keyin bu narxini sog'liq bilyapsiz, tilla teng bo'lyapti. Lekin sizda unaqa bo'lmaydi. 4.38 emas. 3 million 700 ming o'g'lim. Bor aka. 3 million 700 ming so'mdan akalar mana 5-6 oylik atrofidagi yarichga sog'liq olaman deganlar tez ekrandagi nomerlarga aloqa chiqing. Anvarjon, o'zingizlarga o'tasizmi yo bizga ham o'taverasizmi? Telefon qilsin, hayra sunnati savdosi bor, o'tib beramiz, qarama. Bo'lmasa telefon qilish. Bu qo'zilar 4.38 ga sotilyapti. Aha. 37 bo'lsin bizda. 3 million 700 ming so'mdan mana yana savdosi bor ekan akalar. Ekrandagi nomerlarga tez aloqaga chiqavering. Namangan viloyatida turibdi qo'ylar, xudo xolasa qo'ydi holati zo'r. Akalar, keyingi partiyamizga zo'ridan, rangdoridan boqaman deyapsizmi? Ola desangiz ola, ko'k desangiz ko'k, sariq desangiz sariq, qora kashtanglardan bor ekan, xudo xolasa terib bir palari qo'chqorlarni qarang. Voy, aka, nimaga qo'chqor deyapman? Bular qo'z emas, qo'chqorga o'tib qolgan, to'qliga o'tib qolgan qo'chqorlar. Xudo xolasa soni necha bosh Anvarjon? Soni 10 dona qahramon. 10 bosh. Bitta onachimiz bor. Bir kishiga. Bir kishiga chiroyli qo'y. Chiroyli qo'y. Sifati ham konkret. Qarang, olapakki kashdan sariq hammasidan. Hammasidan bor. Xudo xolasa narxi ham qulay bo'ladi buni. Narxi vobshim yengil bo'ladi. Endi bitta ikkita kelib qopti deb ja qiynavermaysiz odamlarni. Aytdimmi sizga? U 4 milliondan pastda bo'ladi. 4 milliondan tepadan zerikdik. Akalar, mana bu qo'chqorlarni qarang. Haqiqatan kuchlilardan ekan. Like bosib turaverasizlar. Mana qo'ydi holatini qarang. Bular tilloga teng bo'layotgan qo'ylar edi, lekin narxini o'ta arzon qilib beraman. Mana bu qarang. Haliga aytishadi-yu, ola boqding, bola boqding deb. Mazaxonadan ekan. Haqiqatan qo'chqoring bormi desa, bor mana deb ko'rsataveradigan vaja ekan. Soni 10 bosh, Namanganda turibdi. Anvarbek do'stimiz chiroyli qilib yetkazib yuborib beraman deb mashinalarni ham shaylab qo'ydilar. Xudo xolasa tez aloqaga chiqaveringlar. Narxi ham arzon bo'ladi deyildi. Soni 10 bosh ekan. Yosh oyligi qanaqa Anvarjon bular? Yosh oyligi bular qahramon 7 oylik plus. 7 oylik plusda. 7 oylik plusda to'qliga o'tib qolgan. To'qliga o'tib qolgan bu qara. O'zingiz mana nimaga pastlatib ko'rsatdim, o'zingiz tushundingiz qo'ydi. Gazini qarang. Qo'ydi. Gazini uzunligini, sifati ham zo'r ama. Sifati ham kuchli. Haqiqatan birorta murruq-churruq osilgan yo'q ekan. Qo'chqorlarda holatini ko'rib turibsiz. Faqat yemga tayyor. Akalar, suyagi buzuq qo'ydi oling, mana bu oyoqlariga ham bir qator e'tibor bering. Qalin, oyoqlari keng variantlar. Bundaqa razrezlari bor qo'chqorlar hammasi xudo xolasa. Bu olani qarang, haqiqatan ishqo'z bo'ldi. Beta tortinchi tashqariga o'sha olani ham. Mashalloh. Olapakkisidan. Zotga boqadiganda qahramonjon. Xudo xolasa. Zotga boqadiganlardan. Xo'p, Anvarjon, bularni qaygacha dastavka qilamiz? Buni qahramonjon, buni ham Samarqandgacha qilib beraylik. Samarqandgacha qilib beramiz. Buni kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Pul yengil bo'ladi-da. Ha. Pul yengil bo'ladi, kelishamiz, dastavka qilib beraveramiz. Endi tilingizdan ushlaymiz. Qancha narxi? Bo'ldi, bering. Hop. Qahramon 7 oylik ustida. Hop. 4,5 42 ga sotilyapti. Hop. 4 milliondan 100 ming so'm kamiga 3 million 900 ming olsin maza qilib. Bu ham 4 milliondan pastda. 4 milliondan pastda. 4 million demadimi boshida? 4 milliondan pastda chiqadi. 3 million 900 ming so'mdan akalar bunaqasi kamdan kam uchraydi. Xudo xolasa tezda aloqaga chiqavering. Chunki qo'ydi holati akalar zo'r turibdi. Agar ishonmasangiz tepasiga kelib ko'ring. Mana ancha yaqindan olganimiz ham yo'q. Oramizda 3-4 metr masofa bor. Xudo xolasa zo'rlaridan chiqyapti. Tezda aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 900 ming so'mdan yana xayri bormi? Telefon qilishsa. Mashina o'ti. Qo'y biznes kanalidan Anvarjon aka qo'ying zo'r ekan qilibdan. Shu telefon qildim 3 million 800 ming so'm. Bor baraka. Olsin maza qilsin. Akalar, maza qoladiganlardan ekan. 3 million 800 ming so'mdan bunaqasi bo'lmagan. Tezda aloqaga chiqavering. Haqiqatan haligi qo'y sezon boshlandi deydi-yu. Mana arzon ertadan yana yangidan boshlandi. Xudo xolasa tezda aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyamizga navbatda beramiz. Bo'lmasa Anvarjon yana bormi? Qahramonjon, men aytaman-ku, qo'zim narxida qo'yib beraman bunaqa to'qliq chiqarlar.
Mana 3 million 8 mingdan olgandan maza qilsin, duo qilib qo'yishadi. Arzon bo'lsa, realni arzon deb yozib qo'ysin kommentariyga. Kommentariyada yozib qo'ysin. Haqiqatan realni arzon bo'lyapti men uchun, lekin ham 75. 75 chiqadi. 75 plus minus. Plus Bo'y basti ham kichkina emas, qahramonjon. Mana uni qo'zilarga qara. Mana ularni Alloh akalar. sifatini Sifati o'ta kuchli qo'ylar ekan bular. Haqiqatan akalar bo'lmasa tepasiga kelib ko'rib olishlarni tavsiya qilamiz. Qo'ylar aslimi onlayn chaqirsa ham uyaltiradigan qo'ylar emas. yo'q, uyaladigan emas. Hozir 4 oylik, 5 oylik qo'zi ham 4 milliondan tepada o'lyapti. 7 oylik narsa. 3 million 8 ming so'mdan telefon qilishaversin. Bemalol. Akalar bo'lmasa biz keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Akalar keyingi partiyamizga mana yana qo'chqorlarni zo'rlardan, lekin narxini arzonlatib boraveramiz deyaptilar. Haqiqatan arzon bo'ladimi? Videoni oxirigacha kuzatib boringchi. Lekin beta narsa. Qoyil qolgan tomoni mana bu qo'ylarni yemoq-ichmog'ini, qorinlarini qarang. Bombara bo'lib chiqib ketibdi akalar. Anvarjon soni nechta bo'lardi? Soni 12 dona. 12 dona. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Yemoq-ichmog'i zo'r ekan. Yemoq-ichmog'i dahshat, kambayn. Bu to'yg'iz bo'lmayapti bu qo'zilar, qara. Ovqat yetkazsa bo'ldi. Ha, u yegizib tursa bo'ldi. Sifati zo'r, oyoq qo'li uzun, suyakli, yaxshi boqadigan chiroyli qo'chqorchalar. Haqiqatdan mana tik dumba. Haqiqatdan aka bittasini zotga chiqarasiz, qolganini go'shtlanishga bog'laverasiz aka. Zo'r bo'ladi, narx qulay bo'ladi. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turing, narxini arzon qilaman deyaptilar. Soni 10 bosh, yoshlarga qanaqa bo'lardi? 12 bosh. 12 bosh. 12 bosh. Yosh oilaga 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofidagi qo'chqor hammasi. Sifati zo'r, kalla oshlari hamma yo'q kelishgan, chiroyli vidno qo'zi. Bitta ko'kka qolgani qora kashtang variantlardan ekan. Xudo xolasa zo'rlardan ekan. Anvarjon, bularni ham dastlabki Samarqand viloyatigacha bepul. Beramiz, bepul. Qolgan ulardan telefon qilsa, aloqaga chiqsa, kelishgan holatda bor. Kelishamiz. Kutmagan shu. Telefon qilishaversin, ishlar bitadi, Bitadi. qahramonjon. Inshaalloh ishlari bitadi. Xudo xolasa go'zallardan ekan. Yosh oilaga qanaqa qilyapsiz dedik? Yosh oilaga 5 oylik plyusda qahramon. 5 oylik plyusda. Bo'yvaslarim 70 plyus minusda. Ha, 70 dan plyus minusga olishaversin. Minusga olishibsiz. Plyus minusga olishaversin. Mabodo bitta yarimtasini o'lchab ber desa o'lchab beraverasiz. O'lchab beramiz, telefon qilsa, batafsil bitta-bitta o'lchab metrlab ko'rsatib beraveramiz. Nechi pul narxi? Narxi keyin 38-37 ham deymiz. 3 million 600 ming so'mdan son 12 ta olgan maza qilsin. Bitta narsa so'ray. Yana 3,5 naqlash qo'yiladi. Bu 3 million qaraman, bilasiz, men tortishmayman. Yo'lida arzonchi degan lozim, arzon qilib beramiz. Bitta tortishaylik, mana shu 3,5 dan bering, hammasini bir joyga olsin. Qahramonjon, o'zi 3 million 600 mingga yaxshi. Bering o'shani 3,5 dan. Men so'radim obunachilar. Bo'ldi. Qo'y biznes kanalidan telefon qilyapman desa 3 million 500 mingdan olgandan maza qilsin. 3 million 500 mingdan akalar mana realni olib qolsa, narxi o'ta arzon bo'ldi. Akalar kichkina qo'zini narxida bo'lyapti, lekin yirik qo'chqorlar tezda aloqaga chiqamiz. Akalar mana Xudo xolasa so'nggi partiyamiz bonusli partiya. Chunki narxini arzon qilaman deyaptilar. 2 dona qo'chqor sog'liqmi bu? Qo'chqor ekalasi. Ekalasi ham qo'chqor. Arashancha hisori qahramonjon. Qarang, go'zalligini qarang. Haligi internetda yurib beradigan qo'ylardan ekan. Xudo xolasa sifati o'ta kuchlilardan ekan. Qo'ydi. Go'zalligini. Yosh oilaga qanaqa Anvarjon? Yosh oilaga 3 oylik atrofida. 3 oylik atrofida. Yemoq-ichmog'i yaxshi. Yemoq-ichmog'i zo'r, sinaldi. Sinalgan variantlarda. Sinab ko'rdik yemoq-ichmog'ini. Juda go'zal ekan haqiqatan. Ikkalasini bir joyga olishsa qayergacha dastlabki qilamiz? Dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Toshkent viloyatigacha bepul dastlabkasi bor. Bepul dastlabki qilib beramiz. Narxi qanaqa bo'ladi? Bonus endi bu. Narxi bonusiga. Jupiga 6,5 million pul berishaversin mana qahramonjon. Kami ham bor. Kami bor, o'tib beramiz. 3 million 250 ming so'mdan 6,5 million. Zo'rami? Zo'r narx bo'ldi. Botqa boqadigan qo'zilar, tablar qahramonjon. Qani kamini ham bitta qilaylik. Bitta bo'ladiganini ayting, unaqa tortish netadigan emas. Mana qo'lda bering. 100 ming ekizmas, 500 kam beramiz. 6 million puli bor odam telefon qilaversin. Bor baraka. Mayli, xayrsinlar. Yana siz o'tib beramiz. Akalar 3 million so'mdan mana qo'zini zo'ri. Ikkalasi ham qo'chqor. Sog'liq deb o'ylamang. Qo'chqorni zo'ridan like bosib qo'llab-quvvatlab mana buni yurishiga bitta baho bering. Hech bo'lmasa olmasangiz ham bitta like bosib keting. Chunki haqiqatdan narxi ham arzon, qo'zi ham zo'r bo'ldi. Ekrandagi nomerlarga aloqalashing. Anvarbek do'stimiz 7-24 soat aloqadalar. Telefon qilishaversin, ishlari bitadi. Ishlari bitadi. Bo'lmasa biz keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Qo'ylarimiz serob, tezda aloqaga chiqing.